Qushnami ham oldiga ancha bo'ldi kelmaganimga ish qilib yurdamikin. Nomzod. Kim hozir? Assalomu alaykum tog'a, keling. Alaykum assalom. O'g'lim, yaxshimisan? Rahmat tog'a. Dadang bormi uyda? Dadam uyda, sizni oldingizga chiqolmaydi. Nima? Nima bo'ldi dadangga? Nimaga chiqa olmaydi? Bir ko'rsatdi menga dadangni. Dadam bir oydan beri kasal, oshnalar kelmay qo'ydi, nima keldingiz? Bu nima deganing, bola? Dadang meni eng yaqin do'stim bo'ladi shu. Yur meni hozir oldiga olib kel. Yuring tog'a, dadam oldiga kiraman. Yur bolam. Yuring tog'a. Dada do'stingiz kelibdi. Ne do'stim? Senga nima bo'ldi do'stim? Kelyaptimi sen? Nima kelayapsiz do'stim? Meni boshga keladi. Qanaqa yo'q. Bu ahvolni ko'rib, menga bir ozgina xabar ber. Safarlarning menga aytgani. Ularga Ahvolingni qara oshna. Bu holatga tushib qolishingga ne sababchiman hozir? Oshnaganlarim hammasi yetishdi. Har kuni yonimda yurganlar ko'rgani ham kelishmayapti. O'ylanma, men keldim ham. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu dunyoda bitta do'stim sensan. Bilasan meni. Rahmat. Inshaalloh keltiramiz. O'g'limga shukr. Shuna? Mendan nima yordam? Kuniga qimmat dorilar ketayotgandir. Pulni o'zi yetkazishga ham o'zi bo'lmaydi. Ayt oshna, mendan nima yordam? Yordam kerakmas. Deganing o'ziga katta baxt. Doim mahna qilib kamtarlik qilasan oshna. Mayli, ertaga kelaman yana bir. Xo'p, maylashdan sog' bo'l. Xo'p. Yuring tog'a, kuzatib qo'yaman. Yur bolam. Bolani shu yoshingda ham dadangga qarab ancha qiynalib qolibman, lekin rahmat shu yoshingda qilib. Kelganingizga katta rahmat, dadam sizni ko'rib xursand bo'ldi. O'g'lim, dadangni xarakterini yaxshi bilaman. To'g'ri tushuning, dadam meni chekadi. Pulingizni ololmayman. Yaxshi rahmat. Sen do'stga katta bo'lganingni tushunasan. Zo'r gapdan faqat do'st tanlashdan bilmi? Olmo pulni yo'q emas. Adini yordamingizga sog' bo'lgina, yana kelaman. Telefon qilib Xo'p tog'a, rahmat. Xo'p, to'g'ri, sog' bo'lgin. Dada hozir yurtdosh pul tashlab ketdi. Dorilaringizga. O'g'lim, nega rostanda pulni? Sab o'zini bilganidan qolmabdi. Boshingga musibat kelganda yaqin do'stlaring, dushmanlaring kimligini ajratib olasan ekan. Mayli, rahmat deb boshlanadi.